Bir minut ichida sizga ingliz tilida prediklarni o'rgataman. Demak, on ustida degani on the box. Over tepasida muallaq turgan holatda degan ma'noni anglatadi. Demak, over the box. Under esa ostida degan ma'noni anglatadi. Under the box. In esa ichida degan ma'noni anglatadi. Demak, in the box. Between ikkita narsani o'rtasida degan ma'noni anglatadi. Demak, between the boxes. Behind orqasida degan ma'noni anglatadi. Behind the box. In front of esa biror narsaning oldida, ro'parasida degan ma'noni anglatadi. Demak, in front of the box. Next to yoki beside esa yonida, yaqinida degan ma'noni anglatadi. Next to the box yoki beside the box. To esa ga degan ma'noni anglatadi. To the box. From esa dan degan ma'noni anglatadi. Ya'ni from the box. Out of esa dan tashqariga, out of the box. Into esa o'shaning ichiga degan ma'noni anglatadi. Into the box.